Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala hayri halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem aziz birodarlar. Allah Teala'ga beadad hamd ve sanolarimiz bo'lsin. Har oyning 10 sanasida Toshkent viloyati, Toshkent tumani Hazrat Bilal Jami masjidi tomonidan mana shu yerdagi qavmlarimiz tomonidan mahallalarimizda qiynalgan, muhtoj bo'lgan xonadonlardan xabar olishi maqsadida xayriya karvonini tashkil qilganmiz. Inshaallohul karim bugun 10-fevral kunida inshaalloh mana shu xayriya karvonimiz safarga chiqishi asnosida turibdi. Alloh taolo hamma sohibi ihsonlarimizdan o'zi rozi bo'lsin. Azizlar, bu dunyoda inson yashar ekanki, doimo oxiratni eslab yashaydi. Doimo Allohning huzuriga borishlikni eslab yashaydi. Shuning uchun Hazrat Ali radhiyallohu anhuning bir muborak so'zlari bor. Bu dunyoda amal bor, hisob yo'q. Bu dunyoda qancha amalni qilaverasiz, ihson qilasiz, namoz o'qiysiz, duo qilasiz, hokazo zikr qilasiz, amallarni qilasiz, uni hisobini bilmaysiz. Qiyomat kunida esa amallar bo'lmaydi, hisob kitoblar bo'ladi deyiladi. Ya'ni inson tiriklik vaqtida qilgan ihsonlari, o'qigan namozlari, qilgan yaxshi amallariga suyanib, inshaallohul karim qiyomat kunida buning hisob kitobida turar ekan. Mana inshaallohul karim bir necha kunlardan keyin yurtimizga, butun musulmon olamiga, butun dunyoga Ramazon-i Sharif tashrif buyuradi. Tashrif buyurishdan oldin xalqimiz tarafidan inshaallohul karim o'sha muhtoj bo'lgan xonadonlardan xabar olishi maqsadida Ramazonni go'zal o'tkazsin o'sha insonlar ham degan maqsadida bugun xayriya karvoni inshaalloh safarga chiqish asnosida turibdi. Ota-onalar vafot etganlar bor, yo Robbi hammalarini Alloh taolo ota-onalarini rahmatiga olsin. Va hammalarimizni qilayotgan ihsonlarimizni, qilayotgan ishlarimizga Alloh taoloning o'zi baraka bersin. Yo Robbi hammalarimizni solihlardan qilgin, taqvodorlardan qilgin. Allohim o'zing yurtimizni tinch qilgin, vatanimizni tinch qilgin. Olib borayotgan dunyoviy uxroviy ishlarimizga o'zing madadkor bo'lgin. Va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ecmaîn bi rahmatika ya arhamar rohim. Allohu akbar. Amin. Alloh razı olsun.